U boshini pastga qilib tor yoriqqa tiqilib qoldi. 27 soat va uni qutqarib bo'lmadi. Bugun shug'or uni qabri. 2009-yil noyabr. Jon Edwards Jons, 26 yoshli yigit, shifokor bo'lishga o'qiyotgan talaba. 1 yoshli qizning otasi. U akasi va do'stlari bilan Yuta shtatidagi Nati Patti g'origa kirdi. Bu g'or unchalik xavfli hisoblanmasdi. Jon g'or ichida tug'ilish yo'lagi deb atalgan tor o'tish joyini qidirayotgandi va adashdi. Xaritada belgilanmagan boshqa bir tor yoriqqa boshi bilan pastga kirib ketdi. Yoriq atiga 25 sm kengligida edi. U tiqilib qoldi, boshi pastda, oyog'i tepada, deyarli teskari holatda. Bunaqa holatda yurakka og'irlik tushadi, qon miyaga to'planadi. 100 dan ortiq qutqaruvchi yetib keldi. Ular qo'lla va g'altakli tizimini o'rnatdi. Bir marta uni deyarli tortib chiqarishdi, lekin mahkamlagich devordan uzilib ketdi va Jon yana pastga sirg'alib tushdi. Bunday teskari holatda odam ko'pi bilan 10 soat chidaydi. Jon 27 soat kurashdi. Yarim tunda Jon vafot etdi. Tanasini chiqarib bo'lmadi. Yoriq juda tor edi. Shunda qaror qilindi, g'or beton bilan to'ldirilsin va butunlay yopilsin. Jonning jasadi hozir ham o'sha yerda. Kirish joyida faqat bitta yodgorlik taxtasi turibdi. Keyingi videoda 30 yil davomida hech kim shubha qilmagan qotil haqida. U cherkov rahbari edi.